Toshkent viloyatida ham ishlaysizlarmi deyishadi. Ishlaymiz albatta. Ko'rib turganingizdek Victoria degan katyol, yaxshi katyol chiqyapti hozir. Unga mana bunaqa panelli batareyalarni Husan o'rnatdi. Husan bu yerda nima ishli bo'ldi? Bu yerda Victoria katyol qo'yildi, 24 talik. 24 talik. Bu konter. Aha. Tak, 6 ta batareya. Aha. Narxini ham aytib o'tib ketaylik. Mana shu katyol necha pulga olindi? Bu katyol ponni komplekti, dimoxod, stabilizator, katyol, regulyator, filtr, gaz shlangi hammasi $400 bo'ldi. $400 bo'ldi. Bo'ldi. Ponni komplekti hammasi ichida. Eshitdinglar, agar mana shunaqa katyollar kerak bo'ladigan bo'lsa, mana bunaqa ustanovkalar kerak bo'ladigan bo'lsa, bu o'sha soyuz paytda qurilgan domla ekan. Bu yerda ataplini o'zi tegi bo'lganmi, bo'lmaganmi? Tegi bo'lmagan bu yerda. Tegi bo'lmagan. Bo'lmagan. Tegi bo'lmagan ekan. Mana shu hozir noldan ataplini sistemalarni qilib, mana shu panelli radiatorlarni o'rnatib, yoqib berdik. Katyol ishlashi yomon emas, zakonni ishlayapti. Agar sizlarga mana shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol kimga murojaat qilishsin? To'plidomga murojaat qilaverasizlar.